hayot quvonchlari faqat kiyimlar u tilla taqinchoqlardan iborat emas-ku. Unda nimadan buncha xursandsiz? Biz oilaviy sayohatga ketyapmiz, qalay. Voy, chet elgami? Moy. Nega endi chet el bo'lish kerak? Axir o'zimizda ham zo'r aylanadigan joylar ko'p-ku. Xullas, qo'shnijon, sizga chiqishimdan maqsad bitta iltimosim bor. Bilasiz, akvariumda baliqlarimni boqaman. Ularga har kuni don berib turish kerak. Ularga mehr berish kerak. Shuni sizdan iltimos qilmoqchi edim. Biz 3 kungina sayohatda aylanib kelgunimizcha ularga sizday mehribon qo'shnimiz Dilnozaxon xolasinikida mehmon bo'lishsa maylimi? Ha, mayli. Biz har kuni uydamiz. Sayohatimiz ham, dam olishimiz ham, mehnat qilishimiz ham shu uyda. Olib chiqavering. Voy, rahmat. Katta rahmat. Yo'q demasligingizni bilardim. Hozir tezda chiqaman. Xo'p. Rahmat. Baliqlarni boqaman endi. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Choyxonani qulflab, kalitini egasiga berdingizmi? Va alaykum assalom. Unaqa bo'lganda ertalab kelardim. Xayriyat-ey. Aytgancha, uyda mehmonlar bor. Ular bilan birga choy ichasizmi? Kim? Qo'shnilarimiz sayohatga ketishdi. 3 kungina sizlarnikiga turib tursin deb iltimos qilishdi. Yo'q deya olmadim. Hozir choy tayyorlayman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda chol bilan kampir bor ekan. Bir kun kampir cholga yig'lab gapiribdi. Tog'oramiz teshilib qoldi. Endi kiyimlaringizni yuvib bera olmayman. Bundan keyin kiyimlaringizni kir qilmasdan yuring debdi. Mehmonlarning suvini almashtirish kerak-ku. Hozir. Chol xafa bo'lib, nima qilishini bilmay, dengizga boribdi. Va dengizga to'r tashlabdi. Qani Bir payt baliq tilga kiribdi. Meni qo'yib yubor. Ey yaxshi inson. Men sen istagan 3 ta tilakni amalga oshiraman. Nega istasang tila. Ey yaxshi inson. Voy. 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 Baliq men bilan gaplashyaptimi? Men gapiryapsanmi? Ha, senga gapirdim. Ey, yaxshi inson. Astagfirullah. Qo'yib yubor meni. Men sen istagan 3 ta tilakni amalga oshiraman. Yo'q. Ha. Hop. Hozir mana qo'yib yuboraman. Ana. 3 ta tilak. Hozir. Eng avvalo PlayStation'im joystick eskirib qolgan. Telefonga yangi g'ilof. Manchester United'da futbolkasi. Tavba qildim. Maktab direktori bo'lsam, hamma menga gullar berib kutib oladi. O'sha paytda gulni olaman deb yiqilib tushsam-chi?
Yo'q. Direktorlikni menga nima keragi bor? U ham bosh og'ir. Tinchgina o'qituvchiligimni qilganim yaxshi. Xullas, Baliqjon. O'sha hali aytgan tilaklarimni bajarsang bo'ladi. Menimcha men qarab turganimda bajara olmaysan shekilli-ga. Mayli, men dam olish uchun kirib ketaman. Ertalabgacha hamma narsa taxt bo'lsin, xo'pmi? Kecha qani buyoqqa kecha qo'lga tushganingda nimalarni valdirayotding a? Jonshirinlik qilib aldaganmiding meni, a? Endi bajarasan dedimmi, bajarasan. Bo'lmasam tovaga solib, o'zim pishirib yevaraman. Postini ham shilib o'tirmayman. Qiltanoqlaringni ham tozalamayman. Shundoqqina yutib yuboraman. Eshitdingmi? Yaxshi inson. Tilaklaring albatta amalga oshiriladi. Bunga biroz fursat zarur. Sen shoshilma. Aytganlaringga erishasan. Faqat meni qo'yib yubor. Men va'damni ustidan chiqaman. Bo'pti. Kamroq gapir. Hozir xotinim kelib qolsa, ko'rasan tomoshani. Tilaklari tundan tonggacha ham. Tongdan tungacha ham tugamaydi. Kelishdik. Senga yana vaqt beraman. Sherzod, tur o'g'lim, tur. Seni yu meni buyuk ishlar kutyapti. Oyijon, boshim og'riyapti. Bugun maktabga bormay qo'ya qolay. Yanami? Boshqa bahona topolmadingmi? Kecha ham boshing og'riyotdi-ku. Voy, nima og'riyapti? Voy. Hech qanday bahona, sabablar qabul qilinmaydi. Agar rostdan og'riyotgan bo'lsa, unda shifoxonaga boramiz va 2 ukol qildirib kelamiz. Mangami? Ha, menga bo'larmidi? Senga-de? Axir og'riyotgan bosh va og'riyotgan qorin seniki-ku. Voy, bosildi. Voy, bosildimi? Unda tur o'rningdan, ketdik. Bolam, tez qimirlab kechga qolasan. Tez bo'l, ketdik. Oling, dadasi. Tez ye, hozir kech qolamiz. Ma. Onasi, baliqlarga ish qilib yaxshilab qarayapsanmi? Bizdan xafa bo'lib ketishmasin. Har holda 3 kunlik mehmon. Albatta, dadajonisi. O'zimga qaramasam ham baliqlarga qarayapman. Xavotir olmang. Ha, dada, shunaqa qilyaptilar. Yaxshi. Ha, ayniqsa oltin baliqqa hushyor bo'lgin. Bu baliqni ko'ngli nozik bo'ladi. Xotirjam bo'ling, dadasi. Juda yaxshi qarayapman. Menimcha egalaridan ham yaxshiroq qarayapman. Ha, yaxshi. Kuni bilan parvonaman atrofida. Bir gap aytaymi, dadasi? Ha? Menga oltin baliq xuddi qandaydir ishora qilayotganga o'xshaydi. Nima? Qanaqa ishora? Nima qildi? Biron nima dedimi? Deganini eshitmadim-ku, ammo yaqinlashsam nuqul qandaydir harakatlar qiladi. Biror nimadan darakmikin deb o'ylayapman. Aytishadi-ku,
oltin baliq agar qarayotgan odam yoqib qolsa, orzularni amalga oshiradi deb. Balki Rostdan ham orzularni amalga oshira olarmikin? Ha? albatta dadasi. Axir shuncha mehr beryapman-ku. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom beradigan bo'lib qopsan. Ha, senmiding? Yaxshimisan, Nilush? Ha, Qalaysan? Qizing yaxshimi? yaxshi. Ering tuzukmi? Ha, yaxshi. Qaynanam qo'ng'iroq qilyaptilarmi deb o'ylabman. Hammasi yaxshi. O'zing qalaysan? Anchadan beri jim bo'lib ketding. Bugun eringni tug'ilgan kuni shekilli. Shunga biror yordam kerak emasmidi? Telefon qilayotgandim. Ha, to'g'ri, esingda ekan. Bugun tug'ilgan kunlarim. O'zim ham qanday ulguraman deb o'ylab o'tirdim. Ha, Oltin baliqni aytganlarini topishni o'ylab o'tirdim. nima? Qanaqa baliq? Nimalar deyapsan o'zi? Qo'yaver. Bir nimalar dedim-da. Undan ko'ra tezroq ke. Qarashib borasan. Xo'p, hozir boraman. Xo'p. Voy, bo'ldi, jim. O'tiringlar. Buncha to'polon qilasizlar. Sizlardagi harakat menda bo'lganda, energiya menda bo'lganda, allaqachon fan doktori bo'lib ketardim. Fan doktori bo'lishdan oldin hech bo'lmasa institutni, bakalavrni tugatish kerak emasmi? Magistraturada ham o'qish kerak shekilli. Orzu qilishga ham qo'ymaysan-a, o'rtoq. Sen yaxshisi oltin balig'imizdan so'ra. Oltin baliqdan so'rang. Seni bir pasda olimga aylantiradi. Hayronman, boyam telefon qilganda shu haqda gapirganding. So'rang. Hozir yana nima haqida gap ketyapti o'zi? Gapirib ber. Bir nimalar bo'ldi-da. Xullas shunaqa gaplar. Ha, mayli. Bugun oltin baliqning mo'jizasini ko'ramiz. Ura, ko'ramiz. Voy, bo'l, tayyorlash kerak. Bo'la qol. Bo'l. Xos. Dadasi, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Kiring Tabriklaymiz. Mengami? Qani kelaymiz. Tabriklaymiz. Dadasi yoqdimi? Yo'qdir, rahmat. Tabriklaymiz. Bunaqa kutmagandim. Dadasi bu sizga. Hozir kesuraymi? Kes. Ha? Ura, hayajonlanib ketyapman. Kes, hayajonlanma. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Voy. Hozir dadasi? Mana. Oyi, tur juda ham mazali bo'lsa kerak-a. Baliqlarni ham mehmon qilamiz. Voy, Qo'shmasak xafa bo'lishadi-ku. Yo'q. Nima qilyapsan? Bizni baliqlar shirinlik yeyishmaydi. Nimaga? Ular tomog'i og'riyaptimi? Yo'q, tomoq og'riyotgani yo'q. Shunchaki ular parhezda. Ha, ular oyimga o'xshab semirib ketishdan qo'rqib, o'zlarini qiynashadi. Ha, Mahbubaxon, kelib yoqqa. bo'ladi, ayja. Ko'p gapirib yubording. Ha, mayli. Mayli. Olinglar. yaxshi bo'ldi. Qani oldik. Olinglar. Qani meni tilaklarim? Dadasi, bir pas tinch qo'ying baliqlarni. Biza bilan ham gaplashing.
onasi shu baliqlarni qo'shnilarga qaytarmasak bo'lmaydimi? Biznikida ham yaxshi yashashyapti-ku. Egalariga nima deymiz? Ertaga qaytishadi-ku ular. Ularga olib kelib beraman xuddi shunaqasidan. Sezishmaydi? O'zingiz bilasiz. Endi senga hech kim zarar yetkaza olmaydi. Xafa bo'lmagandursan haligi boyagi qizdan. Xo'sh, oltin baliqcha. Nima bo'ldi endi bizni ishlar? Ha? Dadasi? Dadasi? Dugonam oldida aytolmadim. Sirlarimizni bilib qolmasin deb. Qaysi sirlarni? Oltin balig'imiz haqida-da. Sen ham bilasanmi? Tilagini amalga oshirdimi? Yo'q. Lekin siznikini amalga oshirdi. Qani? Qayerda? Qanaqa qilib? O'g'lim, olib kira qol. Mana dajon sizning sovg'alaringiz. Tabriklayman. Rahmat. Dada, Ha? men ham tili yetsam bo'ladimi? Yo'q, faqat tug'ilgan kuni bo'lganlarga beradi. O'g'lim, ochig'ini aytsam, bilmadim. Omadim kelishiga o'zim ham ishonmagandim. Voy! Yap-yangi. Rangini qara. Xuddi men xohlagandek. Rahmat senga oltin baliqcha. Ha. Manchester United futbolkasi. Bunisini ham topsana. Qo'yila senga. Nima? City? Men sendan Manchester United so'ragandim. Bu raqib jamoa. Ikki dunyoda ham kiymayman men buni. Voy. Dadasi, jahlingiz chiqmasin. Baliq qayerdan biladi? Futbolga qiziqmasa. Ya baliq. Qani uchinchi tilagim? Men sendan joystick so'ragandim PlayStationga. Qani? Ey yaxshi inson. Joystickni onlayn magazin orqali buyurtma qilganman. Bir haftada yetib keladi. Tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabrik. Dadasi to'rt ismi? Yo'q. Ma, egasiga olib borib ber. Xo'p. Berib bor qo'shniga. Manchester City. Nech pulga olding bu futbolkani? 500 ming. Yo'qot buni. Men buni kiymayman. Kiyasiz. Kartochkangizdan olganman.